Xayrli kun aziz yurtdosh. Biz bugungi vaqtdan foydalangan holda davlat rivoji uchun ko'plab loyihalar taklif qilmoqdamiz. E'tibor bering, sizning fikringiz muhim. Loyiha boshi birinchi qadam ish sanoat yo'nalishida ish jarayonida jarimalarga sabab bo'luvchi yangi qat'iy qoidalar. Bir kun qoldirish qo'shimcha ish taklifi beriladi. Agar xodim qo'shimcha ishni bajara olmasa, ish kun tartibi to'liq kun tartibi bilan jazolanishi mumkin. Agarda xodim bosh tortsa, kunlik ish haqi oylikdan bosib qolinadi. Yana bir kun kelmasa, sababsiz bir kun kelgan ish kunligida olib qolinadi. Bir oydan bir kun kelmagani uchun 2 kunlik haqqi berilmaydi. Buning sababi mas'uliyat his qidirishdir. Yana 1 soat muddat berilsa, 50 daqiq ovqatlanib qaytishi kerak bo'ladi. 10 daqiqa yo'l yurishi va hojat uchun. Bunday siyosatni bog'liqlar ta'minlashi uchun oshxonalarga belgili soat va o'z vaqtidagi tizimni yo'lga qo'yishi kerak bo'ladi. Belgilangan muddatlar, ya'ni ovqatlanish vaqti taxmini 1 soat yoki 40 daqiqa belgilanganida xodimlar aynan shu vaqtdan o'tmasdan o'z ish joylarida bo'lishi lozim. Jarimalari o'z vaqtida qaytmaganlarni 3 marotaba ogohlantirish va 4 holatda eng qiyin ish bilan jazolashlik. Agarda ana shunday holat bo'lsa, 1 kunlik ish haqi jarimasi. Hojat vaqti. Xodimlar hojat uchun eng uzoq 10 daqiqa borishi mumkin. Bir kunda 2 marotaba orasi tez bo'lmasligi kerak. Jarimasi 3 marotaba ogohlantirish va 4 holatda eng qiyin ish bilan jazolash. Agarda yana shu hol qaytarilsa, 1 kunlik ish haqi jarimasi. Bizni qo'llang, obuna bo'ling va o'z fikringizni bayon etishni unutmang. Zero bizning maqsad O'zbekiston jahondagi eng yuksak davlat qilishdir.